koordinat o'qlari. Koordinat o'qlariga qaranglar-da. Uni mani misol uchun joylashuvimi? Aynan qayerdaligini misol uchun aytishingiz kerak-da. Misol uchun hozir xonani o'rtasida turganim uchun men xonani o'rtasida ishlashingiz mumkin, to'g'rimi? Agar sar bu yoqroq sizsam, aniq joyni aytib bilasizmi? Yo'q. Ana endi aniq joyi ayta oladigan narsa yoki aniq bir ko'rinishga ega bo'lgan fan bu matematika. Sonlar. Sonlar yordamida uni aniq ko'rinishini arzon nima qilish mumkin? Aytish mumkin. Shunday qilamanki, mana devordan bitta o'q o'tkazaman. O'sha o'qqa sonlar orasidagi masofani bir xil qilib nima qilaman? Joylashtiraman. Tushunarli? Men aynan misol uchun men turgan joyim 5 ning ustiga to'g'ri keldi. Joyim aniq aytib berasizlar mana endi. Qayerda? 5 ustida. O'ttimda 14 yoniga keldim. 14 bilan 15 o'rtasidaman, 14,5. Mana bu sonlar, demak, aniq joylashuvni nima qila oladi? Ayta oladi. Ya'ni doskani mana bu yerdagi bitta nuqta borda. Mana shuni Q harfi bilan belgilayman, qiyshiqlaydi. Demak, mana shu nuqtani ham joyini nima qilish mumkin? Aniq aytish mumkin. Tushunarli? O'sha narsani nima bajarib beradi menga ayta oladi? Matematika. Ya'ni qaranglar. Demak, men bu o'chiraydi. Son o'qi degani nima? Koordinat o'qlari nima degani? Koordinat o'qlar bu. Ya'ni koordinatalar degan sonlar degani. Tushunarli? Sonlar o'qi. Sonlar joylashgan o'q. Bunaqa o'lcham necha xil bo'lishi mumkin? Qaranglar. Tekislik bor. Fazo bor. Bizlar birinchi bo'lib tekislikni o'rganamiz. Ya'ni doska bu bitta tekislik. Fazo bo'lsa-chi? Mana bu yerga to'xtagan nuqtani shunday olamanda mana bu yerga keltiraman. Mana shu yerdagi nuqta. Ya'ni nima bo'ladi? Uni pastdan eni bor. Tushunlaringizmi? Bunaqasiga bo'yi bor va nimasi bor? Balandligi bor. 3 ta o'lcham bo'ladi. Tushunarli? Agar shuni men fazoga ko'tarmasam, oyoq ostidagi tekislikka tashlab yuborsam-chi? Tushunarli? Bu to'xta. Bekordan bekor olmabmiz-ku. Ha? Qaranglar. Mana ko'pdir, to'g'rimi? Ko'pdir. Demak, devordan qancha uzoqlikda desa, eshikdan kiraverishdan, misol uchun 1,5 metr, devordan 1,5 metr deyishlaringiz mumkin, to'g'rimi? Mana. Va uning yerdan balandligi qancha desa, aytishlaringiz mumkin. Shu turishda greta 1,55, 1,60 lar atrofi. Mana, to'g'rimi? Nechta o'lcham aytdilaringiz? 3 ta. Fazo bu 3 o'lchamli. Tushunarli bo'ldi? Agar mana shuni shunday olib yerga tashladim. Turgan joyini aytinglar qan? O'lchamini eshikdan misol uchun gret 1,5 metrlar, doskadan 70 yoki 80 santimetr. Tushunarli bo'ldi? 1 metrni nima qilmaydi? Bormaydi. Unda balandlik bormi? Aytyapsizmi? Yo'q. Bu qayerda yotibdi demak hozir ko'pdir. Yerda, ya'ni tekislikda. Tekislikda nechta o'lcham bo'lar ekan? 2 ta. Birinchi bo'lib biz doska tekislik uchun ko'ramiz. Ya'ni birinchisi mana bunaqasiga eni, bunaqasiga bo'yi. Tushunarli bo'ldi? Eni va bo'yi yordamida nima qilamiz? Aytamiz. Ya'ni aytdi, bu nima degan? Eni bo'yicha eng chekka qismda 10 metr bu yoqda, bo'yi bo'yicha 5 metr tepada. Tushunarli bo'ldi? Ikkita o'lchami bor. Demak, menga aniq sonlar bilan mana bu yerni bilishim kerak, balandligini. Va mana bu yerini nechta o'q bo'ladi shunda? Menda. Ikkita o'q. Mana bu x o'qi, mana bu y o'q. Tushunarli bo'ldi? Eslaringizdan chiqmasin. 0 har doim nechta? Bitta. Hech qachon nima qilmaydi? O'zgarmaydi. U bitta bo'ladi faqat. Ya'ni 0 ikkalasining kesishgan joyi 0 mana shu boshlanish bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Nima bo'lar ekan? Boshlanish bo'ladi. 0 dan keyin har doim o'ng tomonga musbat songa ketadi. 1 joylashtiramiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ana endi qarang, bu yoqqa qarab kelsa. -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4 va hokazo -5. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bu koordinat o'qlar deydi. Qaranglar. Ana endi mana bu uning boshlanish joyi bo'ldimi? Uni nima deydi? O va O nuqta koordinata
Tushunarli. Va bu koordinata tekisligi ikkita o'q bor ekan, bittasi o x o'qi, o x o'qi, ikkinchisi o y o'q. Ikkita o'q bor. Tushunarli bo'ldi? Hamma tushundimi? Va ana shularning hammasini birlashganini Dekart yaratgani uchun Dekart koordinatalar sistemasi deyiladi. Va qayer uchun ekan bu? Ikkita o'lchamli bo'lgani uchun tekislikda. Tushunarli bo'ldi? Ana endi qaranglar. Bu yerda nuqtani yasashimiz kerak. Ana endi demak, A nuqtani nima qilish? A nuqtani yasash. Demak, qaranglar, unda ikkita o'q bo'lsa, demak, joylashuv ikkita tomondan aytsa bo'ladimi koordinatani? To'g'rimi? Ikkita x yordam bo'yicha aytishim kerak. Va nima bo'yicha aytishim kerak? X, y. Ana endi qaranglar. Demak, bu nuqtada ikkita koordinata bo'ladi. Ikkita koordinata va ular qanday yoziladi? Ya'ni a x u y. Tushunarli bo'ldi? Birinchi kelgani son x, ikkinchi kelgan son nima hisoblanadi? Y. Tushunarli bo'ldi? Misol uchun ana endi men yasashim kerak sizlar bilan tak a 1/4. A minus 1/5. A emas endi buni b deylik. S tak 5 minus 2 misol uchun. D minus 2 minus 2. E 0,7. Tak. F 0,7 emas, kichikroq, 0,3, 2 0. Yoki minus 2 0 mana. Va qandaydir K nuqta bor. Tak, necha 0 0. Yoki O nuqta deylik, 0 0. Mana shu nuqtalar yasashni nima qilamiz? Ko'ramiz. Tushunarli bo'ldi? Ana endi hozir shular yasash uchun avval buni yozib olinglar, doskani to'liq ana shu koordinata o'qiga chizib tushuntiraman. Nima qilar ekan shularni? Yasaymiz.